sizda onkologik kasalga shubha bor yoki xavfli kasallik aniqlandi desa, ruhiyatiga 100% ta'sir qiladi. Chunki bu holatda har xil bizada gaplar yuradi, rak bo'ldi, tuzalmaydi, bular oxir oqibat o'lim bilan tugaydi. Shunaqa o'zida psixologik tushkunlikka tushadi. Lekin bemorda psixologik tashqi ta'sir bilan uni kayfiyatini ko'tarib, davolash to'g'ri yo'lga qo'yilib, tekshiruvlardan o'tib, vaqtida davo muolajalarini olsa, ya'ni dastlabki bosqichlarda kelgan holda vaqtida to'g'ri standart bo'yicha davo muolajalarini olsa, bemor kasallikda ruhiy tushkunlikdan ham chiqaramiz, ham kasallikka ham bir vaqtning o'zida davo topish imkoniyati paydo bo'ladi. Har bir bemorning ruhiy holati ijobiy holatda bo'lsa, u organizmda turg'un immunitet shakllanishida katta sabab bo'ladi. Masalan, bemor kayfiyati yaxshi bo'lsa, yaxshi yesa, yaxshi uxlasa, bu albatta psixologiyaning ijobiy ta'siri bilan natijaga erishishimiz mumkin. Shunaqa holatda bemorda turg'un immunitet hosil bo'lib, ijobiy natijalarga erishgan bo'lamiz.